أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hörmətli qardaşlar, biz bugün Sure Al-İmran'ınki 60. ayetiga keldik. İlgirki ayetlerde biz ehli kitap, hususan Hristiyanlarınki İsa aleyhissalatu vesselam'daki bazı mucizeler ve İsa aleyhisselam'da kurilgan yaratılış, tug'ilish ahvolidan tortib g'ayri qonuniy shaklda, dunyoning qonuniyatiga qarshi bir shaklda yuz bergan ahvollarni tutqunlik qilib o'tib turib, Isa alayhissalomni iloh da'vosi qilish yoki ilohning o'g'li degandek da'volarni qilishga qarata biz ilgirki oyatlarda yetarli dalil faktlarni ko'rib bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo 60-oyatda masalani kesdi. Nima dedi? Estaizu billah El-haqqu min rabbika fala takum minel mumtarin. Yani hakikat aşkar bo'ldi Rabbing tarafdan. Endi ikkilindiganlarning qatoridan bo'lma. Masala tugudimi? Yani insoflik adamga nisbatan ilgirki oyatlarda qo'yilgan dalil, faktlar, keltirilgan munoziralar hammasi yetarli. Ammo qalbidagi kasal tufaylidan, masalan, tarabbaslik tufaylidan mening to'g'ri chiqsuldi degandek bir idealni, haqiqatni izlash emas, haqiqatga yetish emas, o'ziningini to'g'ri chiqarish psixikasi, mushu niyat maqsad tufaylidan yana munozara boshlatgudek bo'lsa, u vaqtda qanday qiladi? 61-oyatda فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Yuqorqidaq aniq ma'lumotlar kelib bo'lgandan keyin, Alloh tomonidan haqiqat oydinlashtirilib bo'lgandan keyin, masalan, nayt aniq bo'lib bo'lgandan keyin yana sen bilan munozara qilib bo'lsa, bu vaqtdagi munozara haqiqat izlash munozarasi emas, masalani boshqa yoqqa bo'rash munozarasi u. Ya'ni texmo masalani qo'chish munozarasi. Masalani haqiqiy o'zining yo'linishidan chiqarib o'tish munozarasi o'g'achqa Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolamga manda deb o'rgatyapti. Bu hammalarga nisbatan bir o'rgatadi. Faqul ta'alu nad'u abna'ana va abna'akum va nisa'ana va nisa'akum va anfusana va anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Yani şu vaqtda deginki, qani kelinglar. Bizning bolalarimizni chaqiraylik, sizlarning bolalaringizni chaqiringlar. Ayollarimizni chaqiraylik, ayollaringlarni chaqiringlar. Ya'ni oila bo'yicha butun kelaylik. Masala kesilsin, hal olsin. Thumma nabtahil, o'zimizni va oila bolalar hamma chaqirib qo'ygandan keyin Allohga duo qilaylik. Allohning la'nati yolg'onchilarga bo'lsin. Muş dava, bu yol, hayat yoludaki yalğançılık acayip ağır narsa. Yani qo'saqning ichidagi bilan amaliyat o'xshamaydi. Kallangda nurg'un narsani itiraf qilsa, ig'zingdan chiqarg'ing kelmaydi. Chunki u sening manfaating kelmaydi, yoki sening yo'ling emas. Qarish tarafdagilarningki rostliligini bilsa, qilayotganning haqiqat ekanligini bilsa, ammo uni itiraf qilg'ing kelmaydi. Ularning hammasi oyatdagi alal kadibin. Meselenin kesildiğin noktası mana şu. Çünkü ilgirki delil faktlardan şek qilishga tegishlik, hech qanday bir ikkilanishga tegishlik masala qolmadi. Endi yana munoziralashi bir hukmga bormoqchi bo'lsak, adil bo'lgan Allohning qishqa boraydi. Alloh hukm qilib qo'ysin. U hukm nima? Oyatda deyilgandek, ta'alu, qani kelinglar. Nad'u abna'ana va abna'akum. Bolalarimizni chaqiraylik. Nima ish bo'lsa, bolalarimizni oldida bo'lsin, birga bo'lsin. Ayollarimizni chaqiraylik. Bizning vaslina ayollar. O'zimizni chaqiraylik, ish akilaylarmi bilan hozirlanaylik. Anlakin nabtahil duo qilaylik. Kim yolg'onchi bo'lsa mishada, kim yolg'onchi bo'lsa Allohning la'nati unuga bo'lsin. Nima uchun bu yerda ayolning gapi chiqadi, bolaning gapi chiqadi? Chunki insonning birdan bir parchasi oilasi. İnsan odatda oilasi uchun hamma narsani beradi. O'zi nim bo'lib kelsa, mayliga oilasiga bir ish bo'lishni xohlamaydi. Endi bu yerda shuna demakchiki, endi shu o'zingning yurak parisi bo'lgan, bir parchang bo'lgan, butun oilangni, akilanglar nima ish o'zdan ko'rinish demakchi. Chidasan kel demakchi. Yani çünkü insani noktadan
Delil pakitga tayinib turib, masalani hal qiladigan masala ish tugidi. Keltirgan deliller yeterlik. İnsan bilan o delillerge qaragan odamga nisbatan ish qilinadigan shaklga gap qolmadi. Endi faqat bir lam yo'l qoldiki, u bo'lsa nabtahil ilalloh. Ya'ni Allohning hukm chiqarishidir. Mush oyat tushgan vaqtda biz ilgirgi darsda o'tdik ya, Najronning xristianlar Rasulullohning qashqa kelib munozirlashdi. Bu o'tgan munozirlarning hammasi ilgirgi darsda oyatda bizga bayon qilindi. Mush oyat tushgan vaqtda Rasululloh ularga mush oyatni o'qidi. Qanamisa. Sizlar o'zingizga haq deysizlar, biz o'zimizga haq deymiz. Shuncha dalil faktlarni o'tirib qo'ydik. Endi oxirgi hukm mushu. Kelinglar, biz mubohala qilishaylik deydi. Mubohala. Ma'laqi diniy atalg'uda yuqorqi la'natlashishni, mesela ayrılmagan dalil faktlar shuncha o'tirib qo'yilsa-mu, yana qanoat qilinmagan ahvol ostida kimning haq, kimning nohaq bo'lsa, shu haqsizlik qilganlarga Alloh la'nat qilsin deb ma'qul shaklda ayiradigan ishni biz shar'iy atalg'uda mubohala deymiz. Shuna bular bizni atigacha möhlat bersangiz, ati qara qilsak, ati kelsak qashanga deb bu kunisi qaytdi. Najronning xristianlari. Ati degan birisini avatdi. Qarab baqinglar, nima ish qilyotdi? Ras balavoqlarini, ayollarini akab tayyoribdimi yoki bizga tahdid qilib qo'ygan gapmi? Rasululloh deganda Hasan, Husayn, Fatima, Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhum qatorliq butun oilasining hammasini aytgan. Ular dediki, "Yo'q, biz mubohala qilisholmaymiz. La'nat o'qisham. Nima ishqa?" Ular aniq biladi Rasulullohning payg'ambar ekanligini. Payg'ambar bilan la'natlashgan har qanday odamningki jazoga uchraydiganligini biladi. Bular Rasulullohni rozi qilmoqchi bo'ldi boshqa yo'llar. Mana qilsak, biz o'zimizning dinda qolsak, sizlar o'zingizning dinda qolsanglar, ma shakilda rozi qilmoqchi bo'ldi. U xiyolida asli unda mubohala qilinmaydi deb o'ylagan. Lekin mubohala qilinganligini, hozirlanganligini ko'rgandan keyin darhol yo'lni qana qildi, o'zgartdi. Qaytdi u mubohaladan. Sizlar o'zingizning dinda qolsanglar, biz o'zimizning dinda qolsak, bizga hujum qilmasanglar, biz sizlarga har yili Rajab, Safar oylarida jizya versak. Bu şekilde. Neymiş ka? Çünkü bular meseleni bildi, ko'ngilda bildi. Bugungi kunda mishay qistirib qo'ygan qarindoshlar, musulmonlarning ichida, men musulmon bilan g'ayri musulmonning o'tirisida gapni qilmayman. Hozir men ahli kitob bilan musulmon o'tirisida gap emasman. Musulmonlarning o'tirisida chiqayotgan da'talash, mening haqdi, sening haqsizdi, davatqanga o'xshash munozirlarda asosan degudek her ishkil taraf biladi kimning haq, kimning nohaq ekanligini. O'zining haqliqmi, haqsizmi buni biladi. Yoki o'zining qilayotgan davatqanlarining qanchiligi haq, qanchiligi haqsiz buni biladi. Ammo mening to'g'ri chiqsa bo'ldi, men maqsadimga yetsam bo'ldi, ma'vo yo'qolsa bo'ldi degan bir ideya, insondagi bir havas, mushu ochko'zlik yoki mushu xato ideya insonni xatolashtiradi. Menimcha bu bugun musulmonlarning o'tirisida hamma taraf o'zining dalilini ko'rsatayotgan. Hammasi o'zining qig'inning rostchiligini da'vo qilayotgan. Kimning rost, kimning yolg'on ekanligi o'qimayotgan vaqtda mubohala qilish eng yaxshisi. Allohdan qo'rqmaganlik kelsin, haqiqat babida, haqiqat yo'lida mubohala qilinsin. Masala ayrilsin. Bu vaqalikmi mush shaklda tugidi. Chunki xristianlar o'zining haqsiz ekanligini, nurg'un masalalarining kallasida shak ekanligi bilan keltirilgan ilgirki darslarda deb o'tdik bu oyatlarni. Keltirilgan dalillarning hech qaysi biriga javob bermaydi xristianlar. Har bir gapini bir nuqtadan ko'tarib chiqadi, uningga javob berilib dalil keltirilsa, u yerdan qochadi. Bu shaklda o'zining masalasida jazm bir nuqtaga kelmaydi. Ikkinchi shak bor. Bu noktadan bu sebepten bular mubohalaga kelinmedi. Ve kaçtı mubohaladan? Eğer onda olmaganda ilgirki oyatlarda bayon qilingan İsa alayhissalom haqidagi ba'zi mazmunlar yetarlikdi. İsa alayhissalomni dadasiz tug'ildi deb iloh desang, ilohning o'g'li desang, Odam alayhissalomning masalasi-chu. Anasiz dadasiz tuproqdan yaratilgan, bo'lgan, Alloh uningga
canını püflep kirib ko'zga. Bu şekil o'xshash. Hech qanday bir farq yo'q. Hattoki Adem alayhisolamning nazarida İsa alayhisolamdan yo'qroq. Undan İsa alayhisolamning ilohi deganlar Adem alayhisolamning ilohi deyish kerak. Uni unda demaydi. Ammo İsa alayhisolam kelgan vaqtda dadisiz tug'ilganligini bahona qilib iloh deydi yoki ilohning o'g'li deb shu shaklda o'ziga dalil yoki yo'l hozirlaydi. Nima uchun oyatda bularga mubohala qilganligini, mubohala qilishga buyurdi Rasulullohni? Chunki Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni bu orqali xotirjam qilmoqchi. Ular mubohala qilishdan qochdi, mubohala qilolmadi, la'nat o'qisholmadi, masalani keskin, masalan, bu bizning to'g'ri deyanmadi. Mu'minlarga bir xil rohatlik shaklida. Mana bo'lmadi, qilolmadi, etamadi deganga o'xshash. Chunki o'zining yo'lining haqiqat ekanligiga bu bir isbot dalil pakitiladi. Ondan keyingi oyatda 62-oyatda qarindoshlar, inna hadha lahu al-qasasul haqq va ma min ilahin illalloh va innalloha lahuval azizul hakim. Bu yuqoridagilarning hammasi haqiqiy bir qissa, haqiqiy bir voqelik. Allohdan boshqa iloh yo'q. Allah aziz, hakim, g'olib va har ishida hikmatlik zotdir. Biz necha dars oldi? 5 İmronning ayoli qo'sqidagi homilini Allohning yo'lida nazr qilganligini bayon qilgan voqelikdan tortib davom qilib kelyapmiz. Yahyo alayhisolamning voqeligi, Zakariya alayhisolamning voqeligi, Maryam alayhisolam, undan keyin Isa alayhisolam mushay keldi. Bularning hammasi Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan voqeliklar. Bizga bayon qilingan qismi shu. Alloh g'olib va hikmat bilan ish qiladi. Chunki Allohdan keldi bu qissa, bizga shu yetarli. Biz Allohni iloh deb e'tiqod qildik. Bizning ilohimiz deb ishondik. Tamam, Allohdan keldi. Bizga bu xabarlarningki haqiqiy chin ekanligi bizga yetarli. Fa in tawallaw o'zimizdan kelib kelaylik. Fa in tawallaw fa innalloha alimun bil mufsidin. Agar ular ashta mubahaladan chekinsa, yuz o'risa, kilanmasa, bular buzg'unchi. Alloh buzg'unchilarni eng obdan biladi. Ya'ni bular qilinmaydiganligi aniq. Fa in tawallaw oyatda ular agar qilinmasa dedi, qilinmasa deganligining o'zlab Qur'onda qilinmaydiganligini ifodalaydi. Bular qilinmaydi. Chunki bular biladi-ki payg'ambarlarning payg'ambar ekanligini biladi. Chunki Rasulullohning sifatlarini bular o'z kitoblarida ko'raglik. Oxir zamonning shu vaqtlarda payg'ambar bo'lganligini biladi. Rasulullohning umumiy bergan ma'lumotlaridan Rasulullohning haqiqiy payg'ambar ekanligiga chin putuklik, ammo o'zining masalasida bular shak. Unda bo'lgandan keyin qilinmaydi bular. Bu halni qabul qilinmaydi bular. Bular buzg'unchi. Alloh subhanahu va taolo buni obdan biladi. Hamda misha kelgan vaqtda 64-oyatda gap kesildi. Bu qissalar bizga bekor bayon qilinmaydi, qarindoshlar. Bular ahli kitob, hozir xitob qilinayotganlar. Bizmi Qur'on ahli bo'lgan nuqtadan ahli kitob. Aramızda bo'layotgan jangchilarning hammasi hammalarning qo'lida Qur'onimiz va hadisimiz va hammalar o'zimizning yo'lining haqiqatligini da'vo qilib o'rtaga chiqamiz va shunga dalil keltiramiz va da talash qilamiz. Buni kesilgan yo'l, hozir o'qimoqchi bo'lgan oyat shuki: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أول برقص ترجم قلائي قرمشلا دعي محمد الإسلام إي أهل الكتاب سلا أرمزدك أورتاق bir kelimeye kelanlar. Yani ortak bir nokta var. Bizden oturumuzda mı? Yani biz Allah'tan başka ibadet kılmaylı. Yani bir nokta ibadet kılış meselesine dikkat kılınlar. Ve onunla hiç neresini şirk keltirmeyli. Yani böyle ibadet kılış noktası hususi ibadetlerle kartılgan gitmez, namazak yapamaz. Hayat yol menhecini Allah'tan alaylı. Aldığımızda Kur'an var. Aldığımızda hadis var. Yiğit dumun şu. Ayetın ahir kanalına. وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Dinle insanlardan hızlanmaydı. Yani biz bazımız Allah'ın oturduğunda Rab kovamaydı degeni dinle insanların çöğünçüsünü almaydı. Bizim en çok müşkilimiz hayatı özü Müslüman deyip qaragan bir insan hayatı da Kur'an'ı bakıp okup bakmaydı. Özü Müslüman deydi. Bütün dini çöğünçülerin hemmisini etraf tikelerden aldı. فَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer yüz öğrese denler ki kualıqlarına biz Müslüman. En meselenin hal kıldığı yol şu. Din Kur'an'dan, hadisden yazmış gerek.
Allah'ın Resulü'nün eliş gerek. Bugünkü vaqtlarda din başkalarının düşüncesiyle düşündürüldüğün hala gap kaldı. Bu ne demek bu? İnsan yaşaş jarayonida insonga etrafida yaşagan muhit, beşikdan o'tkazgan ishlarimiz ta'sir qiladi. Bilib bilmay buning diniy tushunchasiga bu ma'lum darajada ta'sirini ko'rsatadi. Shuning bilan din kishining shaxsiy tushunchasi aralashgan shaklda boshqalarga yetkaziladigan bir ahvol o'rtaga chiqib qoldi. Shuning boshqa qarindoshlarga tavsiya qiladigan shu oyatning mazmunidan ko'ra diniy ulamolar bizga dinni tushundirman deb avorolmay, Qur'onni, hadisni tushundirsin, to'g'ri bir shaklda biz musulmonning Qur'on, hadisni tushuntirilishini dinni olaylik. Ya'ni dinni, Qur'on, hadisni tushunaylikki, kishilarning kallasidagi boshqa tushunchalarning ta'siri bo'lgan diniy tushunchalarni olmaydi. Mushaga agar hammani o'rtoqlasak, oramizdagi masala tugaydi mencha. Ya'ni bu yerdagi ta'alau ila kalimatin sawa'in baynana va baynakum masalani o'rtaq nuqtadan boshlab, ya'ni o'ttirib qisilib olgan, aralashib olgan ba'zi masalalarni qana qilib o'tish, chiqarib o'tish. Qaysi o'rtaq nuqta, qaysi ahli kitob bilan musulmonning o'tirida Allohga yolg'iz ibodat qilish. Chunki bular shuni da'vo qiladi. Mushadan boshlaylik masalani, Allohga yolg'iz ibodat qilaylik, boshqa narsani shirk keltirmaydi Allohga. Dini yollarni insonlardan olmaylik. Va la yattaxizu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah degani biz insondan olmaylik dinni. Dinni Allah'tan, Allah'ın Resulü'nün alaylı bu şu ortak nokta olsun. Biz mağadığa yolumuz ne? Muşun noktayı küresizli. Hayat prensipimiz ne? Muşun noktaya, muşu Allah'tan eliş. Çünkü hayattaki bizim prensipimiz Allah tarafından gelgen kıl, yakınma. İki noktaya merkezleşti arkadaşlar. İki noktaya kıl, yakınma. Onun başka yolu yok. Hayatta bazıları kıl deydi Kur'an hadis, bazıları kımma deydi. Biz muşunu alımız. Hayatımız muşu bizdinki. Endi muşu hayat prensipini biz del Kur'an hadisten alaylı. İkinci birlerininki düşüncelerini tazılığı deyli, davamlaştıraylı, hakikat gidiniz. Ehli kitabını bu şekilde çakırvatıdı. Bizim o Müslümanlarını öz ara birisini bu şekilde çakırış gerek bence. Demek bu yerdeki Allah subhanahu ve ta'alaga yalğız ibadet qilish, şirk keltirmaslik meselesi meselenin çoğu Allah'a başkalarını şirk keltirish, başka ilah bor degan noktadan başlansa tarmoq kichik doiralari men bayatım degandek yol prensipimizni başkalarının elish yoki Allohdan elish. Kur'an hadisler veriş. Bu noktada aks buludu. Sonra Müminun ve başka Kur'an'daki başka ayetlerde asman zeminde fakat ve fakat bir ilahның bağlıqı. Mesela Sure Müminun'daki 91. ayetinde "Vettehazallahu min veledin ve ma kana ma'ahu min ilahin izen lezahaba kullu ilahin bima halaq." Allah Subhanahu ve Teala hiç kaçan bala tapqını yok. Allah bilen başka ilah mı yok? Eğer işte o qalğan bolsa her ilah özünün yaratqanını özü kontrol qildiği aşıp qalsa ve öz ara birisiga yuğallıq qildiği aşıp qaladı. Dünya buzuldu. Subhanallah amma yasifun. Allah bunun sübhanligen işlerinde nima bak. Yine şu Sure Müminun'un 71. ayetinde mi? "Law taba'al haqqu ahwa'ahum." Eğer hakikat ularning havai havasiga geçken bolsa, asman zemin buzulup ketdi. Asman zeminindeki bütün mevcudlarning hammasi buzulatdi. Bel ataynahum bi zikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Qaranglar. Allah bilan ilah olgan bolsa birga asman zemin buzulatdi. Biz bazimiz Rab qilmaymiz demasmi oyatning boshida. Ya'ni agar masala insonlarning xohishi, insonlarning fikriga ergashishga sho'p qolsa, yana masaladan chatoq chiqadi. Oyat 2 nokta, Masul Müminundagi 2 oyatda aniq gavdalanyapti. Ya'ni din insonlarning hayotida ta'sir qilgan boshqa omillarni xoli shaklda Qur'on va hadisdanla tushunilishi kerak. Qanaqdir kim qanday bir bahana sebep köstüp Allah halal kılganını haram kılsa, Allah haram kılganını halal kılsa, Allah mağma diye yolda mağsan bulur dese, Allah mağma diye yolda bunu alıp tutturulu dese, bana model imanın
cevheri tesiri uçurgan nokta. Eğer biz meseleni tüzmekçi olsak, hem öyle hakik Allah'ın özümüzni mümin bendisidir. Allah'a ergişimiz, zaten bizden ergişidiğen Allah'tan başka Rabbimiz yok diye nokta ortak olabilsek, bu noktaya gelişimiz gerek. Yani Allah'tan başkasına itiqat qilmaslik, Allah'tan başkasına ergişmeslik bu ortak nokta oluş gerek. Her qanday meseleni Kur'an ve hadis asası deyilişimiz gerek ki özümüzün kallasındaki xahişni bundan qat'i chiqarib o'tishimiz kerak. Oyatdagi eng muhim nuqtalar mushular. Oyat ilgirki necha qitimliq darslarimizni tortib ahli kitobga xitob qilyapti. Ammo oxirida shuni eskartgim keladi qarindoshlar. Oyatlardan ahli kitob xitob qilinayotgan bo'lsa-mu, oyat bizlarga tushgan bo'lg'achqa ahli kitobdagi yuz bergan ba'zi masalalar va bularga berilgan ba'zi javoblar va bularning ustiga tushgan ba'zi hukmlar orqali Alloh subhanahu va taolo bizni eskartyapti. Biz uchunki bir ahli kitob bo'lish sifatimiz bilan biz Qur'on ahli ya, ular Tavrat, Injil ahli bo'lsa, biz Qur'on ahli. Bizdimi ular yuz bergan ahvollar yuz beradi. Bizdimi dinni o'zining tushunchisi qatorida yoki o'zining tushunchisini aralashtirib o'rtaga chiqadiganlar keladi. Dinning ahkomlarini bu sababli o'zgartiradiganlar o'rtaga chiqadi. Alloh bu yerda ahli kitobga xitob qilish orqali bizdagi shu masalalarni tuzmoqchi bo'lyapti. Aminiyatmi Rasulullohning zamoni bizga qancha yiroqlashgan sari diniy har xil tushunchalarning o'zaro bir-biri bilan qarshi kelishi. Hech qanday bir farqimiz yo'q. Dinimiz bir, kitobimiz bir, ilohimiz bir, qiblimiz bir kishilar bilan o'tirimizdagi o'xshamagan tushunchalar. Bir yo'lning kishilari turib ikki yo'lda mang'ilgan ahvollarning hammasi hargizmi Qur'on hadisning talab emas, yoki Qur'on hadisning taqozosi, yoki uningga ergashib turadigan ergashma nuqta emas. Faqat Qur'on hadisni asosiy manba qilmay, o'zining tushunchisini Qur'on hadisdan olgan asosiy manbadan olgan mazmunlarni qayrib qo'yib, o'zining tushunchisini asosiy o'rniga chiqarib olgan bo'lg'achqa. Bir dinga ergashuvchilar u dinning tushunchisini shu dinning asos kitobi bo'lgan Qur'on hadisdan olmay, shu dinda o'zini diniy arbob, masalan, yoki diniy rahbar, diniy olim deb o'rtaga chiqqan kishilarning eg'izdan elishilar, shuningga ergashishilar bo'lib ketgan bo'lg'achqa masala mush shaklda o'rtaga chiqadi. Shu qarindoshlarimizga tavsiyamiz masalan tuzishning yo'li faqat va faqat o'rtaq nuqta bo'lish. Ya'ni o'zini musulmon deydiganlarning hammasi Qur'onni e'tirof qiladi. O'zini musulmon deydiganlarning hammasi oyat hadisni e'tirof qiladi. Allohning yakka ekanligiga e'tirof qiladi. Unda bo'lganda biz hayot manhajimizdagi har qadamni Allohning qil yoki qilma degan nuqtasiga bog'lab turib qilsak, mencha masalasimiz tuziladi. Alloh subhanahu va taolo hammalarni bu shaklda mang'ili nasib qilsin. Hayotimizda Allohningki manhaj prinsiplarini tatbiq qilishni nasib qilsin. Bizning diniy tushunchalar deb olgan aralashma, sirtdan boshqalarning fikri qo'shilgan, boshqalarning tushunchasi aralashib olgan tushunchalardan qutulishimizga Alloh subhanahu va taolo yordam qilsin. Bugun vaqt munosabati bilan bu yerda to'xtaymiz. Kelasi soatda kurashga qadar hammani Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.